Assalomu alaykum To'tya qishlog'i. Hop, bugun juma kuni mana bu joyda yarmarkalar bo'layotgan. Oyoq kiyimlar juda ham yaxshi, o'zini puliga yarasha, sifatiga yarasha deganday pullarga keladigan bo'lsak, mana shu oyoq kiyimlar hammasi 500 so'mdan ekan. Bola chaqaga olib ketsangiz bo'ladigan. Hop, mana bu joyda qoralari bor ekan mana. Va undan tashqari bolalar uchun detskiy kurtkalar, paltolar bor ekan. Shu ichkarida ko'rib turgan paltolar, kurtkalar hammasi 500 so'mdan ekan. Kelib tanlab farzandlaringiz uchun olib keting, foydalaning. Juda ham ko'p ekan. Yana bir yangilikdan aytadigan bo'lsak, kimda oilasida ko'p bolali bo'lsa, ya'ni 4 ta, 5 ta farzandga sotib oladigan bo'lsa, skidka qilib beramiz deyapti. Misol uchun 500 so'm edi, 450 so'm, 400 so'mdan ko'payib arzonlatib qilib beraman deyapti. Yoki kimda uyda invalid bolalar bo'ladigan bo'lsa, ularga bekor beramiz deyapti. Bu ham bir katta bir savobga ilashayin deb mana shu savdogar akalarimiz uyushtirishibdi. Mana bu joyda bo'lsa, shuba, paltolar bor ekan, kattalarga mos. Bular 1000 so'mdan ekan. Demak, bu 1000 so'mlik palto shubalar mana bu joyda sal sifati yaxshiroq, kattalarga mos oyoq kiyimlar bor ekan. Bu oyoq kiyimlar 400 so'mdan boshlab 800 so'mgacha ekan. Demak, o'zingiz tanlab ko'rib pullari, demak 400 so'mdan 800 so'mgacha oyoq kiyimlar, shuba paltolar kattalarniki va o'rta yosh odamlarga 1000 so'mdan, yosh bolalar uchun kiyim-kechaklar hammasi 500 so'mdan va mana bu yerda oyoq kiyimlar hammasi 500 so'mdan. Bugun juma kuni To'tya qishlog'ida katta masjidning oldida kelib, ko'rib, tanlab farzandlaringizdan foydalanib, ularga olib berishingizni so'ranyapti. Bularning ham savdosi bo'lsin. Ko'p bolalilarga, invalidlarga o'sha aytganimizdek skidka va bekor tovarlari bor ekan. Iloji boricha WhatsApp, Telegram kanallarga, gruppalarga jo'natib qo'yishingizni so'raymiz. Katta rahmat hammanglarga.